Bugun ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan juda og'ir va yurakni larzaga soladigan xabar ko'pchilikni chuqur qayg'uga soldi. Kumush Zakirova hayotida katta yo'qotish yuz berdi. Uning onasi 19-mart kuni vafot etgan. Eng achinarlisi, bu qayg'uli voqea oradan bir necha kun o'tibgina bugun uning shaxsiy Instagram sahifasi orqali ma'lum qilindi. Bu esa muxlislar uchun yanada kutilmagan va og'ir shok xabar bo'ldi. Kumush Zakirova o'z sahifasida onasiga bag'ishlab juda ta'sirli va yurakdan chiqqan so'zlarni yozgan. Har bir jumlasidan sog'inch, armon va cheksiz mehr sezilib turadi. Bu post qisqa vaqt ichida keng tarqalib, minglab insonlarning yuragiga yetib bordi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa hamdardlik izohlari tinmayapti. Sabrlik tilaymiz. Onangizning joylari jannatda bo'lsin. Bu dardni so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Ko'pchilik bu xabarni o'qib, o'z ota-onasini eslab ketganini yozmoqda. Chunki bunday yo'qotish har bir inson hayotidagi eng og'ir sinovlardan biri. Bu voqea yana bir bor hammamizga eslatadi. Ota-ona tirik paytida ularning qadriga yetish, mehr ko'rsatish va vaqt ajratish naqadar muhim. Kumush Zakirova va uning oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildiramiz.